Assalomu alaykum aziz obunachilar, xushxabar kanalimizga do'stlar. Mana bugun biz Toshkent shahridan chiqdik. Mana hozir Buxoro shahriga yetib keldik. Toshkent shahridan to Buxoro shahrigacha yo'ldagi multiradarlarni hammasini tekshirib ko'rdim. 7700S Black modelida, hozirgi oxirgi chiqqan plastikasida juda ham a'lo natija ko'rsatdi. Bu rolikni qilishimdan maqsad ko'pchilik plastikani yuklay olmaganmi yoki plastika qanaqadir detektorga joylashmaganmi, yaxshi o'tirmay qolganmi. Shu uchun men shu roligimni описаниyaga Telegram kanalim silkasini qoldirib ketaman. Kimni detektor yaxshi ishlamaydigan bo'lsa multiradarga bemalol Telegram kanalimga kirib murojaat qilishi mumkin. Men o'zim maslahat beraman, qo'limdan kelgancha yordam qilaman. Agar shunday ham bo'lmasa, oldimga olib kelsalaring, albatta ko'rib berishim mumkin detektorlaringni. Lekin hozir erda 14 plastikada juda ham chiroyli ishlayapti multiradarlarda. Juda ham qoyilmaqom natija. Hozir suhbatimizdan keyin albatta videolarni ko'rishlaring mumkin. Ko'rsatib beraman, hozir qo'yib beraman. Nima demoqchiman? Xullas, agar sizlarga videolar yoqqan bo'lsa, albatta kanalimizga obuna bo'linglar. Sizlardan har doimgidek like, bizdan esa chiroyli videolar. Shu bilan keyingi rolikda uchrashguncha deb qolaman. Salomat bo'linglar. Multiradar